Aziz talabalar, hozir biz mo'jizaviy reaksiya shakarni ko'mirlanish reaksiyasini tarjibada ko'ramiz. Buning uchun 2-3 ml suvda namlangan 25 gram shakar kukunini 50 ml sig'imli silindrga solamiz va tayoqcha bilan aralashtirib turgan holda asta-sekin 12 ml konsentrlangan sulfat kislotani shakar kukuni ustiga solamiz va bu aralashmani shisha tayoqcha bilan aralashtiramiz. Bunda shakar qorayib, temperatura ko'tariladi va ekzotermik reaksiya sodir bo'ladi. Aralashtirishni davom ettirganimizda hosil bo'lgan qora massa shiddat bilan yuqoriga ko'tariladi. Bu mo'jizaviy reaksiya sirini ochish sizlarga vazifa, aziz talabalar.